eng oson usulda tort pishirib, daromad qilish yo'lini o'rgataman. Haqiqiy pazandalar tanlovi bo'lgan Pure Milk smetanalarni olamizda, ozroq tuz solib, dokada suzib qo'yamiz. 15 ta o'rtacha kattalikdagi tuxumni olib, yarim kilo shakar solib, mikserlab olamiz. 200 ml sut quyib olamiz. 120 gram kakao, unni oz-ozdan solib aralashtiramiz. Oxirida razli litr solib, duxovkada pishirib olamiz. Smetananing suvlari chiqdi. Endi krem tayyorlaymiz. Smetana, slivki, qaymoq, sug'ushonka, shakar kukunni aralashtirib olamiz. Krem tayyor. Biskvitimiz sovidi. Endi uni to'rtburchak bo'laklarga bo'lib olamiz. Maxsus tort idishimizni olib, biskvitni qo'yib chiqamiz. So'ngra krem suramiz. Shu zaylda 4 qavat qilib olamiz. Tortni tekislashingiz shart bo'lmaydi. Juda ham oson. Oxirida shokolad bilan qaymoqni eritib, ustiga qo'yib tekislab olamiz. Ustiga milka shokoladini qo'yilardi, lekin boykot bo'lgani uchun men shokoladdan foydalanmadim. Tortimiz bir kecha muzlatgichda turdi. Endi uni chiroyli qilib upakovka qilib, xaridorlarga bersak ham bo'ladi. Men chiroyli qilib bantik bilan boylab, o'z logotipimni yopishtirib qo'ydim. Bunaqa mazali va oson tayyorlanadigan tortdan albatta siz ham daromad qilishingiz mumkin. Shunaqa retseptlar o'tkazib yubormaslik uchun kanalga a'zo bo'lib qo'ying.